Hocam, men ham ishlarni qilib bo'ldim. Sal shoshib o'tirdim. Borib yuray. Bo'pti bolam, yaxshi bor. Xo'p. Mayli, yaxshi qoling. Ehtiyot bo'l. Aha. Атакман, пахаман. Jigarlar, jigar, eshlaring. Bitta hazil bor, shuni sinab oling, maylimi? Ishlab. Ne qiyshayapsanlar, ishlaring kulgili, mazaq qilasanlar. Mana, darsga kechikkan paytimiz ustoz bizani jazolaydi, a? Qanaqa jazolaydi? Mana, stol ko'tarasiz ko'pincha bilasizlarmi? O'rtada turgin, bitta stol ko'tar. Qo'ysin-chi. Ko'tar. Kerak emas. Tur. Kerak emas. Iltimos endi turgin. Eslatmagin shuni. Mana. Mana. Mashtaqa jazolay bilasizlarmi? Lekin men ko'tarmayman. Chunki men qanaqadir talatdan emasman, to'g'rimi? Qotdingday o'zingcha-da. Vallahi bir pas jim turlar, she'r sanam qisib turgin. Ne vohima qilyapsan? Ne jahling chiqyapti o'zi? Adam kimyo fanida repetitorga yozdirib qo'yganlar. Men bo'lsa kimyoni K harfini ham tushunmayman. Vrach bo'larmishman. Voy, ada, siz meni odamlar hayotini saqlab qolishimni xohlayapsizmi-da? Ha, desalar, o'sha men doktor bo'lmaydi. Oy, bunaqa kuldirishdachi men Humo Arenada konsert beraman deb stand-updan. O'rtoq, qiyin-o. O'zbekistonda stand-up orqali ko'tara olmaysan. Stand-up hali rivojlanmagan bo'lsa, Voy, nima deyapsan? O'sha televideniyada stand-up ketyapti-yu. Yaqinda men video jo'natdim o'shalarga. Agar kastingdan o'tib ketib qoladigan bo'lsam, syomkalarga chiqibchi. Zezdov kutaman, men zezdov. Maqossanlar, so'r darsingga. Hoppa polvoni. Shunaqa qilib. Nima bu? Yo'q. Mundor aka, men semirib ketganingni qaragan. Ozish kerak, ozish. Sakra. Tepaga endi. O'rta, eski paxamiz bunaqa isqiritmasida. Unda, lekinchi sen semirma. Chunki u semizlarni qiynayotgan. Hop. Agar mana shu qiz menga yurib ketdi desachi, salladan kechib ketib o'rgan bo'lardim. Ertaga qoningiz strich bo'ylab kelsa ancha hozir. Hoppa. Kim bu qiz? Adashmasam 9-B sinfga kelgan yangi qiz. Adasi boyvachcha. Akasi ko'cha. Qattan bilasan Zamujon narsani? Kecha Nargiz aytdi. Oho, mahallada sovchilikka yuradigan xotinlardan battar bo'lib ketsan-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, oshxona qayerda? Oshxona sho'tdan to'g'riga yurganda. Zvanuvchi alingangancha bo'ldi. Yurmasa darsingga tezsiz bordi, xo'p? Xo'p, rahmat. Sanjar, Assalomu alaykum. nega yana kech qolib kelyapsan? Uzr ustoz. Uxlab qolman. Yana bozordamiding? Mayli. Bora qol darsingga, boshqa kech qolmagin, xo'p?
Sekinroq. Hamma yog'imni qo'riqib tashladingiz. Uzr. Uy vazifasini bajarmasdan kelganlarni diqqatiga nazorat ish kelganda sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Assalomu alaykum. Uzr ustoz, maylimi kirsam? Qayerda yuribsan? Nimaga kech qolding? Uxlab qolma. Nima? Kechasi bilan bola qarab chiqdingmi? Ker, o'tir joyingga. Uzunsan. Qattiqmi? Kecha futbol ko'rib uxlab qolmanda. Kecha futbol yo'qdi-ku. Manimcha nega lan futbolni ko'rgan? Necha? Dadam akamga aytgandek sabr qilsan ham yaqinda uylantiramiz. Nima kulgili bo'lyapti? Biz ham eshitaylik, biz ham kulaylik. Assalomu alaykum. Uzr ustoz, bezovta qilmadimi? Yo'q, bemalol. Va alaykum assalom, o'tiringlar. Xullas, keyingi dars tarix darsi bo'lmaydi. Uning o'rniga jismoniy tarbiya bo'ladi. Faqat 10-B sinf bilan birga o'tasizlar. Nima deysizlar? Zo'r bo'ladi. Ana cho'rtlar bilan o'ynarkanmiz ade. Ustoz, masala shu endi. Ustoz uzr, bezovta qildim. Uni o'rta yo'q bordimmi allaqachon? Sizdan uzr so'ramoqchi edim boyagi ish. Hech qisi yo'q. Ochib ket. Bu siznikimi? Meniki. Boydan beri qidirib yuruvdim. Uyingizga kuzatib qo'yishimga ruxsat bersangiz kiyim beraman. Siz jinnimisiz? Sizni tanimasam, Ismim Sanjar. 10-sinfda o'qiyman. Qizim yo'q. Meni taniysiz. Ruxsat berasizmi yo qovursinmi? Bunda. bo'pti, roziman. Darsdan keyin darvozani oldida ko'rishganimizda beraman. Sher, Doni qani? Bilmayman, qizlar bilan yurgandir deb bilasan uni. Obbo, mana lattalar bilan o'ynayman endi. Darillashaysi, bolalar nima gap? Qattaylik? Razvalkada. Yo'g'in raziyalkada. Sizlarnikida. Mamlikda o'ticha bu. Nima bo'lyapti bu yoqda? Zollar komandani yig'ilib olibsizlarmi? Sport zali pollari toza, archa shart emas, chiqib ketinglaring. Keginimiz shart qo'yishibdi-yu. Hozir yuzing bilan pulni zallardasan. Stop. Nima? Nimani kelisha olmayapsizlar? Nimani bo'lisha olmayapsizlarmi? To'ki talashibsizlarmi? Tayyorgarliging ko'rlaring. Sinfga sinf futbol o'ynaysanlar.
o'ynayapsan, o. Qanaqa o'ynayapman men? Futbol o'ynayapsan. Yo'q, senlar vobshe o'zlaringdan ketibsanlar. Darsdan keyin maktab orqasiga aqllaring yetadimi? Yetadi. Kimni shu yerda puli bor? Uydagilar telefon qaylashib qo'yaylik. Tag'in darsdan keyin ulgurmay qolmaylik. Nima qilganing bu o'rta? Oyoq tegdi qolib ketamiz hozir. Jag'imizni qo'limizga berib qaytdi, uydagilarimiz nima bu desa, odamlarni to'g'risida uyga vazifa deymizmi keyin? Qachongacha yuramiz shunaqa qilib? Qarosalarim qotgan ishini. Meni ham adam prokuror bo'lsa-chi, mashina yurardim, o'rta narvali yurtdi hozir bolalar bilasanmi? Farqi yo'q. Otasi kim bo'lishidan qat'iy nazar odam bo'lish kerak. Xohlasalaring borlaring mana, xohlamasang yo'q, o'zim boraman. Bu yig'ishtirgan shunaqa gaplaringni. Xullas o'rtoq, adam mahallaga chiqib kelib, mahalladagilar ketganlardek libboyga javob. Ishon. Sen bilaman o'ziga. Bitta shartim bor. Vaqtingizga yetib qo'yish kerak. Yuzimga urishmasin. Bizga nazgin odam kerak. Sinfimizdan o'zi yetmaydi. Kimdan chaqirsak bo'ladi? 10 bilan chaqiraylik. 10 va? Ha, 10 Mana bilan. kip poperlarmi? Tushundimsa nima ishkalla oldin o'yinga tushib qizdirib beradimi davrani? Maktabdagi bor-borlarga aytaylik. Rozi bo'lganlar bilan darsdan keyin ko'rishamiz. Davay. Normalda. Qilamiz. Normalniy. Qilig'ing to'g'rilagin. Normalniy, yo'q. Hammaga salom. Bugungi yig'ilishimizning sababi Baxti. Hammalarning xabaringlar bor. Oxirgi paytda vashshe o'zidan ketvordi. O'zidan kichkinalarni ham ustidan kulib, qotib bemalol qolagan ishini qilib yuribdi. Qachongacha bu narsa davom etadi? Va kislarga yo'qotdimi kimdandir gap eshitib, qo'rqib yurish. Zato tinch yurmiz-ayu. Odil, soating qani qo'lingdagi uydagilaring bergan? Baxt yopib qo'ydi. Sanchi? Sanga har kuni magazinga yugurish yo'qotdimi? Yo'q. Sanichi? Baxti har kuni ustingdan kulish joningga tegmadimi? Mana ko'ryapman qanaqa tinch yurganinglarni. Keyin o'sha tinch yurganlar ham bir kun kelib tinch yura olmay qolishadi. Xavfli gap bo'ldi. Qanaqa bo'ldi o'sha tinch yurishida? Kuldingmi? Baxtini uzoqdan ko'rib, hidini sezishinglar bilan boshqa tarafga qarab qochib, bekinib yurish bu tinch yurishda-ya. Men hech kim majburlamayman. Xohlaganlar darsdan keyin men bilan maktab orqasiga o'tishlari mumkin. Hech narsani va'da ham bermayman. Yorug' yuz bilan qaytishimiz ham mumkin. Yoki yorilgan yuz bilan. Yoki yorilgan yuz bilan. Lekin bu yoq urushlarni tanlaydi. Agar bugun bizni yana jim bo'ladigan bo'lsak, battar bo'ladi. Lekin birlashib, bugunning o'zida ularni aqlini kirgizib qo'ysak, o'shanda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bizlar bilamizlar? Gap yo'q. O'rtoq, qiynalib qolmaymizmi? Hali ko'ramiz kim qiynalib qolishini. Nima qilsan? Turdim. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Dabdala bo'ldi. Boya bolalar bilan gaplashib ketganimizdan keyin Baxti kelibdi orqasidan. Hammasini qo'rqitib ketgan. Nechta bola qoldi? Faqat o'zimizdan sinf agar qolgan bo'lsa. Bali. Nima qildi? Nima bo'lsa bo'ldi. Bor bolalar bilan chiqamiz. Da ketdi. Sher! Ketdi. Bori bilan chiqamiz endi. Ha? Boshqa sinfdagi bolalarga ishonish kerak emas. Даже o'zimizdan bolalar hozir 2-3tasi ketib olgan.
Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom bolam. Qayerdasan? Havojon, maktabdaman, tinchlikmi? Yo'q, yuk keldi. Shularni tushirish kerak. Bir o'zim tushira olmasam kerak. Ozgina mazam bo'lmayapti. Shunga kelasanmi degandim. Xo'p, hozir boraman. Xo'p, kutaman. Tinchlikmi? Yuk kelibdi. Tushirishim kerak. Oyimlarning mazalari yo'q ekan. Mana senga. Hamda qilamiz. Sen borur. Biz amallaymiz. Hop, davay. Kuttirma. Og'ayni men boraman. Tushirishni o'rib qaytaman, xo'p? Bo'ldi, xo'p, davay. Rosa xijolat bo'lmang. Normalniy o'zimiz eplaymiz. Davay, xavotir olma, davay. Tamam, sразу. Qatga ketyapti? Oz keladi. Keladimi? Keladi. Bo'lib qolsan, ondiroq yurgin, baqatroq bo'lasan. Qanani chort? Qo'rqib ketdimi? Oppoda degan chort. Ojon, men hamma ishlarni qilib oldim. Maktabga borib keling. Qopcham qolib ketibdi. Maylashib qoling. Ehtiyot bo'lib borib kel, bolam. Aha. Bola, kechiringlar meni. Menda bo'lamiz. Nechun? Muhimi Doni yuzdan udar yemadi, Doni. Boring. Baxtiga atlet bo'ladi hali. Sog'ini yo'qqa olay, bexubor maktabim mani. Sog'ini ko'p ko'rsinay, men qayrilib